Assalomu alaykum. Bizaga tizza, bo'g'im og'riqlariga mana shunaqa spreylarimizdan keldi. Avval kimnidir agar esida bo'lsa, Dimok balzam bo'lardi. Hozirgi kunda o'sha Dimok balzami yo'q bo'lib ketgan. Uni hozir originallari kelmay qo'ygan. O'shaning uchun o'sha Dimok balzamga bizda juda ko'p talab bo'lgani uchun sizlarga bo'g'im og'riqlariga, oyoqdagi shishlarga, noqulayliklarga, qon aylanishi, varikozga, suyaklar qaqshab og'rishiga mana shunaqa sprey olib kelib qo'ydik. Bu spreyni afzalliklari mana bunaqa ichida tabiiy ingrediyentlardan tayyorlangan, ya'ni asalarini zahrdan tayyorlangan. Bu eng yaxshisi, og'rig'i juda tez qoldirib berar ekan. O'shaning uchun ham men buni sotuvga qo'shdim. Og'riqlarni juda zo'r qoldirib, oyoqdagi misol uchun varikozlar qattiq og'riydi-ku, varikozi borlar juda ham buni yaxshi biladi. Varikozlarni riski og'rig'ini qoldirib, oyoq shishlarini kamaytirib berar ekan. Va eng zo'r ta'siri bu bo'g'imlarni, suyaklarni, bellarni qaqshab og'rishlariga juda ham zo'r effekt berar ekan. Avval bizda fastunga bilan bo'lardi-ku, ularni 1-2 kun ishlatgandan keyin uni effekti bilinardi. Hozir bu sprey shunaqa zo'rki, reski sepishinglar bilan o'sha effektini sezasizlar. Buni ichida zuligi naqasi ham bor, nima deydi? Zuligi ichidagi qanaqadir moddasi bor, ya'ni zulig ham qon aylanishini yaxshilaganligi uchun o'sha moddasi ham qo'shilgan ekan. Buni bemalol internetga yozib, ko'rib, yaxshilab tekshirib olishinglar mumkin. Eng asosiysi, mana ertaga sovuq kunlarda bo'g'im og'riqlar, suyak og'riqlar, tizza, bel og'riqlarini, keyin varikozlarni tez davolab berish uchun birinchi yordam hisoblanar ekan.